O'zbekiston Kolumbiya futbol emas, go'yo UFC jangi. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Bugun oddiy futbol o'yini emas, bugun O'zbekiston tarixidagi eng muhim janglardan biri bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, UFC oktagoni bir burchakda Janubiy Amerikaning gigantlaridan biri Kolumbiya. Ularning safida jahon yulduzlari, katta tajriba va millionlab muxlislar bor. Ikkinchi burchakda esa ilk bor jahon chempionati maydoniga chiqqan O'zbekiston. Ko'pchilik ekspertlar bu jangda Kolumbiyani favorit deb hisoblamoqda. Ammo MMA tarixida ham eng katta sensatsiyalar aynan favoritlar mag'lub bo'lganda yuz bergan. Nursulton Ro'ziboyev yoki Bogdan Guskov jangga chiqayotganda hech qachon raqib nomidan qo'rqmaydi. Bugun terma jamoamiz ham xuddi shunday ruh bilan maydonga tushadi. Kolumbiya texnika bilan ustun bo'lishi mumkin. Kolumbiya tajribada ustun bo'lishi mumkin. Lekin yurak, xarakter va kurashuvchanlik masalasida O'zbekiston hech kimdan kam emas. Bu o'yinda har bir to'p uchun kurash bo'ladi. Har bir vaziyat kichik jangga aylanadi. Har bir gol urinishida stadion portlaydi. Eldor Shomurodov hujumda, Abduqodir Husanov himoyada, Abbosbek Fayzullayev esa maydon markazida O'zbekistonning asosiy qurollaridan biri bo'ladi. MMAda bitta zarba butun jang taqdirini hal qilgani kabi, bu uchrashuvda ham bitta vaziyat tarix yozishi mumkin. Savol bitta: O'zbekiston jahon chempionatidagi debyutini sensatsiya bilan boshlaydimi yoki Kolumbiya o'z favoriti maqomini isbotlay oladimi? Fikringizni hozir izohlarda yozing. O'yin uchun hisob taxminingiz qanday? Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Olg'a O'zbekiston!